trapesiyaga ichkarida chizilgan. Yon tomoni 17, asoslarini topishimiz kerak. Diametri aylanani 15 ga teng. Demak, bu 15 bo'lsa, bu hasham 15. 15 bo'lgandan keyin mana tomonni topasak bo'ladi. Bu 8 bo'ladi. Pifagor uchburchakdan 8 bo'ladi. Demak, a minus b taqsim 2 bu 8 ga teng. Demak, a minus b imiz 16 ga teng bo'lyapti. Demak, endi nima qilamiz? A plus b ni aniqlab olishimiz kerak, topib olishimiz kerak. Demak, ikkala shart bor. 17 ga 17 ni qo'shsak, asoslar elimizga teng bo'lishi kerak, chunki ichki aylana chizish sharti bor. Shuning uchun a plus b esa nimaga teng ekan? 34 ga teng. A minus b esa 16 ga teng. Qo'shib yuborsak, a miz necha chiqadi? Demak, 40, 50, 25 chiqadi a miz, b miz esa 9 chiqadi.